Assalomu alaykum serquyosh O'zbekistonimizning qalbi quyosh insonlari. Assalomu alaykum YouTube kanali tinglovchilari. Assalomu alaykum she'riyat muxlislari. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxt, oilaviy tinchlik tilab eshittirishimizni boshlaymiz. Hikmatli so'zlar va maqollar. Yolg'onchi insonlar Allohning dushmanidir. Garchi yolg'onning miqdori oz bo'lsa-da, insonlarning halok etuvchi zahar bilan tengdir. Yolg'on qasam savdo bozorini chaqqon qilsa-da, barakani yo'q qilur. Suvga solsang suv ko'tarmas, misqol temirni oltin bilan ovlab bo'lmas qolgan ko'ngilni. Hasad yurak zangi bo'lib, qaysarlik mag'lubiyat sababchisidir. Hasad qilsang yitarsan, tahlid qilsang bitarsan. Baxillar oldida xayru saqovatdan gapirmanglar. Rishtalari uzilib qolgan qarindoshdan qalbida hasad bo'lmagan qo'shning yaxshidir. Bu dunyoni bevafo deb aytadilar. Mol dunyo deb kecha kunduz chopadilar. Moddiy boylik o'tkinchidir. Ma'naviy boylik o'zingniki. San'atsiz, she'riyatsiz turmush vahshiylikdir. Mehnatsiz, mashaqqatsiz turmush o'g'irlikdir. Uzma do'stlik torini. Uzma do'stlik torini boylash qiyin. Ranjisa do'st ko'nglini chog'lash qiyin. So'zda do'sting man deya oqlash qiyin. Do'st bo'lish oson, uni saqlash qiyin. Uzma do'stlik torini boylash qiyin. Do'st bo'lib zimdan siring bilsa yomon. Dildan olib, tilda o'rgilsa yomon. Dushmaning birlan senga kulsa yomon. Do'st bo'lish oson, uni saqlash qiyin. Uzma do'stlik torini boylash qiyin. Do'sti bor ori vijdoningga do'st. Xalqiga ham yurti bo'stoniga do'st. Ba'zilar 4 kunlik davroningga do'st. Uzma do'stlik torini boylash qiyin. Ranjisa do'st ko'nglini chog'lash qiyin. Aziz muxlislarim, aziz shinavandalarim, aziz she'riyat ishqibozlari, she'r sizga manzur bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.